Ayolga 4 kun quvnatib, 40 kun yig'latadigan o'tkinchi hislar kerak emas. Ayol avvaliga yolg'izimsan deb, oxiri yolg'iz qoldiradigan soxta mehriga ham zor emas. Bilasizmi, ayolga nima kerak? Ayolga avvalo har qanday vaziyatda suyana oladigan yelka kerak. Musht yoki tarsaki uchun emas, yordam va mehr uchun uzatiladigan qo'llar zarur. Ayolga dardlarini tinglaydigan quloq, sevgisiga hamisha sodiq yurak lozim. Ayol o'zini tushunadigan, xatolarini kechiradigan va mehrda xasislik qilmaydigan qalbga muhtoj. Ayol shunda baxtli yashaydi. Ayol shunda gullab yashnaydi.